Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun bizni Xudo xolisi Andijon viloyatini Qo'rg'ontepa tumaniga mana Ahror As, ya'ni shu traktorlar detallarini ishlab chiqaradigan firmaga keldik va biz Samarqand Istiqom viloyatiga shu akamizdan Xudo xolisa chiroyli qilib mana traktorni полностью mana yer haydaydigan, dori sepadigan hammasi detalnik komplekt naborlarni biz mana baraka qildik. dozatorlarini qo'ydik. Xudo xolisa mana dori qutisi, nimalari, stoykalari, kapali agatlari, bundan 5 ta kichkina agatidan qo'shib beramiz. Dori soladigan sashnigi bo'ladi. Ularni hammasini dastavka qilib Xudo xolisa yetkazib beramiz. Bo'ldi. Murojaatlar uchun nomerlarimiz 97 570 17 77. Gap bo'lishi mumkin emas. Marketing xizmati apparati komplektini ichida. Bunisiga 5 ketish kerak. Vodiy ikkinchi Xitoyda bekorga yetilmagan, ishlab chiqarish samaradorligi yuqori darajada. Xudo xolisa. Mana atroflarda полностью mana traktorga nima narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, shu akamizdan bemalol topib olasiz. Aka joningiz sog' bo'lsin. salomat bo'lasizlar. Barakani qildik, Xudo xolisa. Rozi bo'lasiz akam, siz ham. Yaxshi keladi. Mana akalar, biz hozir Samarqand viloyati Istiqom tumaniga olib ketyapmiz. Olib borgan qo'shni fermerlar bor, baraka topishyapti. Biz ham shundan ko'rib keldik. Nasib bo'lsa yana qo'shimcha texnikalar zakaz qilamiz. Akalarimiz ichiga omad. Bo'ldi. Xolisa sizlarga ham baraka. Atmetga qilib qo'yamiz. Xo'p, aka charchamang. Rahmat kattaga. Alloh rozi bo'lsin.